Assalomu alaykum. Ushbu video umid qilamanki sizni hayotingizni tubdan o'zgartirishiga sababchi bo'ladi. Ushbu video mashhur YouTuber Nas Daily'ga bag'ishlanadi. Chunki men o'zim shaxsan ushbu narsaga amal qilgan kunimdan boshlab hayotim tubdan o'zgarishiga sababchi bo'lgan. O'ylab qarasam, hamma oxirigacha muvaffaqiyatli bajarilgan ishlarimni barchasi bir qoidaga rioya qilganimdan so'ng boshlangan ekan. Ushbu narsa deadline. Deadline mening hayotimdagi eng muhim narsalardan biri. Mana nimaga? Agarda siz bironta kitobni o'qimoqchi bo'lsangiz va sizda deadline bo'lmasa, ushbu kitobni katta ehtimol bilan 1 yil davomida ham o'qishingiz mumkin. Misol uchun, deadline sizni qanday qilib hayotingizni o'zgartirishi mumkin? Tasavvur qiling, siz bitta kitobni o'qimoqchisiz va sizda deadline va qachon tugashligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Kun va sana yo'q. Birinchi kun siz ozgina o'qishingiz mumkin, ikkinchi kun esa yana ham ozroq, uchinchi kun esa deyarli o'qimasligingiz ham mumkin. Undan keyin, 4-kundan keyin na sizda ishtiyoq bor, na sizda o'qishga xohish bor, barchasini siz yo'qotasiz. Chunki sizda cheklanmagan miqdorda vaqt hamda kundan kunga kitobni o'qishga bo'lgan ishtiyoqingiz so'nib boradi. Bora siz hech qanday kitobni yakunlamaysiz va o'zingizga qo'ygan ishingizni oxiriga yetkaza olmaysiz. Ushbu narsa taslim bo'lishning eng klassik uslubi hisoblanadi. Lekin deadline bilan sizning hayotingiz har bir jabhada o'zgarishi mumkin. Bir kun, misol uchun, agarda siz kitobingizga aniq sana, belgilangan muddatni qo'yib, mana shu kunda yakunlayman deb yozib qo'ysangiz, katta ehtimol bilan siz birinchi kuni ozroq kitob o'qigan bo'lsangiz, ikkinchi kuni undan ko'ra ko'proq, uchinchi kuni esa undan ham ko'ra ko'proq kitob o'qishga majbur bo'lasiz. Chunki sizda vaqtingiz chegaralangan va aniq kunni belgilab qo'ygansiz avvaldan kitobingizni yakunlashingiz uchun. Va kitobingizni kerak bo'lsa muddatidan oldin ham yakunlab qo'yishingiz mumkin. Deadline qo'yganingizdan so'ng hattoki siz charchagan, qiynalgan yoki holdan toygan vaqtlaringizda ham siz o'zingiz uchun ana shu ishni majburan bajarishingizga to'g'ri keladi. Qattiq belgilangan muddat orasida ishlamas ekanmiz, 15 sahifa kitobni kerak bo'lsa 1 hafta davomida ham o'qimasligimiz mumkin. Shuning uchun ham aniq belgilangan, rejalashtirilgan tartib asosida deadline bilan katta ehtimol bilan har qanday ishni oxiriga yetkazishimiz mumkin. Sizlar bilan Omadjon Nishonboyev bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr. Ciao for now.